Har bitta ayol umri davomida bir marta bo'lsa ham testitga duch kelishadi. Muammo shundaki, bu qayta takrorlanaveradi. Siz davolandim deb o'ylaysiz, lekin 1-2 oy o'tib yana qaytalanadi. Demak, muammoni to'liq hal qilmagansiz. Bugun sizlarga testitdan vaqtinchalik emas, balki butunlay qutulish mumkinligi haqida tushuntiraman. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Ahrarovna, 15 yillik stajga ega ginekologman. Kundalik amaliyotimda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu qaytalanuvchi testit. Ko'pchilik ayollar yillar davomida bu bilan kurashadi, lekin asl sababini bilishmaydi. Bu videoda men sizlarga testit nima, testitni keltirib chiqaruvchi sabablari va uni qanday klinik turlari bor, nima uchun ayollarda ko'p uchrashi va uni qanday qilib diagnostika qilishimiz va davolashimiz haqida gapirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Testit bu juda ko'p ayollar uchraydi, ya'ni siyganda siydik yo'llarida achishish va og'riq bo'lishi va ba'zida bo'lsa isitma bilan kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Testitni keltirib chiqaruvchi sabablar juda ham ko'p. Bular ya'ni infeksiyalar hisoblanadi. Bu infeksiyalar qanday infeksiyalar? Turli xil jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, xlamidiya, ureoplazma, trichomonada bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa juda ko'p ayollarda uchraydigan Escherichia coli va stafilokokk sababchi bo'ladi. Bu infeksiyalar qayerdan keladi? Birinchi sanab o'tganlarim bular jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, jinsiy yo'l orqali yuqadi va ikkinchisi Escherichia coli va stafilokokklar bo'lsa, asosan noto'g'ri gigiyena orqali, ya'ni ayol kishida tahorat qilganda noto'g'ri tahorat qilishi orqali siydik yo'liga Escherichia colini tushib qolish natijasida kelib chiqadi. Nega ayollarda erkaklarga nisbatan testit ko'p uchraydi? Sababi ayollarda siydik kanali qisqa va qalin bo'ladi. Shuning uchun ularda uchrash darajasi yuqori. Ayollarda qinda shamollash bo'lganda siydik kanaliga tushib qolishi natijasida infeksiyani ularda qayta testit takrorlanaveradi. Faqatgina sovuq sabab bo'lmaydi va bundan tashqari boshqa omillar ham ta'sir qiladi. Ya'ni immunitet tushib ketishi va infeksiyalar sabab bo'ladi. Endi testitda qanday turlari bor? O'tkir va surunkali turlari bor. Bular ikkalasi bir-biridan qanday farq qiladi? O'tkir testitda ayol kishida belgilari juda ham yuqori darajada bo'ladi. Ya'ni siyganda achishish, og'riq kuchliligidan ular siy olmasligi yoki bo'lmasa isitmani 38 gradusgacha ko'tarilishi yoki bo'lmasa siyganda qon siyish kabi holatlar kuzatiladi. Surunkali testitda bo'lsa ayollarimiz buni bilan yillar davomida kurashib kelishadi. Ya'ni siyganda ba'zida og'riq bo'lishi, ba'zida achishish bilan kelishi, ba'zi holatlarda bo'lsa tana haroratining ko'tarilishi bu yillar davomida bezovta qilgan hisoblanadi. Bundan tashqari ko'pchilik testitli bor ayollarda jinsiy xohish pasayib ketadi. Sababi o'sha siydik yo'lidagi og'riqlar hisobiga ular jinsiy xohishi pasayib ketadi. Testitni qanday aniqlasa bo'ladi? Buning uchun ayol kishida siydik analizi, общий analiz matchi, nechiparenka va bakpasiv matchi topshirishlari kerak bo'ladi. Va bundan tashqari ultratovush tekshiruvi, buyrak va siydik qopini ultratovush tekshiruvini o'tkazishlari kerak bo'ladi. Bu tekshiruvlardan o'tgandan so'ng natijalariga qarab ayol kishini davolanishga tayyorlanadi. Davolanish qanday tartibda bo'ladi? Ko'pchilik ayollarimiz mana shu testitni davolanishda to'liq davolanmaganliklari sababli ularda qayta testit takrorlanaveradi. Asosiy sababini, ya'ni infeksiyani yo'qotmagunizcha testit sizda qayta kelaveradi. Shuning uchun albatta shu sanab o'tgan tekshiruvlardan o'tgandan so'ng, to'liq tekshiruvdan so'nggina to'liq lecheniyani olsangiz sizda qayta testit takrorlanmaydi. Davolanish qanday tartibda bo'ladi? Ayol kishida agar qaytalanuvchi testit bo'lsa, ya'ni yuqorida sanab o'tganimiz surunkali testit bo'lsa, unda bu ayollarda davolash bilan birgalikda siydik qopini yuvish muolajasini ham amalga oshirish kerak bo'ladi. Agarda ayollarda bu muolajalar tugagandan so'ng siydik yo'li toza bo'ldimi, siydik qopida o'zgarishlar to'liq ketdimi yo'qmi bilish uchun albatta sistoskopiya amaliyotini ham bajarish kerak bo'ladi. Sistoskopiya amaliyoti o'zi nima? Bu siydik qopini kamera yordamida ko'rish amaliyoti hisoblanadi. Buning uchun ayollarda qachon ko'rsatma hisoblanadi? Qachonki ayollarda surunkali testit bezovta qilgan bo'lsa, bu testitdan qayta davolanganda ham davolanmagan bo'lsa, unda bu amaliyot kerak bo'ladi. Biz bu amaliyot orqali nima ma'lumotlarga erishamiz? Ya'ni bunda ko'rganimizda siydik qopidagi, devoridagi o'zgarishlar, unda yara bormi, infiltratsiya bormi yoki bo'lmasa leykoplakiya bormi, ya'ni rak oldi holatlarini ham biz bunda mustasno qilamiz. Bu amaliyot orqali bemorning o'zlari ko'rib
turadilar va o'zgarishni, rezultatni o'zlari ko'radilar. Agarda siz yillar davomida sistitdan qiynalib kelayotgan bo'lsangiz va davo ololmayotgan bo'lsangiz, unda sistoskopiya amaliyotidan o'tishingiz shart. Bu amaliyot haqida to'liqroq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Sistit qaytalanmasligi uchun ayol kishi nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda to'g'ri gigiyenaga rioya qilish kerak. Ya'ni tahorat qilganda oldidan orqaga qarab qilish kerak. Ikkinchisi bu sintetik mahsulotlardan foydalanmaslik kerak. Ya'ni hibi bo'lgan ichki kiyimlarni ishlatishni kerak bo'ladi. Uchinchisi bu infeksiya chuchishini oldini olishlari kerak bo'ladi. To'rtinchisi bu immunitetni doim ko'tarib yurishlari va zaxda, sovuqda qolmasliklari kerak. Beshinchisi bu uy sharoitida o'zlaricha har xil dorilarni iste'mol qilmasliklari. Sababi bu dorilar natijasida o'sha infeksiyaga chustительный oshib ketadi va biza buni davolashimiz qiyin bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va izohlarda o'zingiz qiziqtirgan savollarni yozib qoldiring. Shaxsan men o'zim javob beraman.